biznes bo'yicha ko'p savol berdik. Endi ana oila bo'yicha ham savol bermoqchi edik. Biz oila to'g'risida ham so'raymiz. Shirin so'ramoqchi edik sizdan. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa tanishgansizlar? Turmush o'rtog'im bilan shu uchrashuvga chiqqanmiz. Endi shu 2000 yilini eslolmayman. 24 yoshdan boshlab Unaqa deyish kerak emas. Unaqa deyish kerak emas menimcha. Yilni ham, kunni ham eslash yo'q. Yo'q, men uchrashgan anaqam esimda bor. Bu 24-oktyabr kuni uchrashganman 2010-yili. Qarang datasini aytib berdik, ikki biz qachon uchrashgan? Nimaga bu esimda bor? Chunki o'sha kuni 24-oktyabr kuni tug'ilgan kuni 25-da uchrashgan ekanmiz. Chunki oddiy uyimdagilar sovchi bo'lib borishgan. Keyin men u vaqtda Xitoyda edim. O'zi biz 3 yil davomida endi shu oyimlar sovchilikka borib, har xil uylarga, har xil odamlarni topib, tanishlari orqali, networklari orqali anaqa qilganlar, shu 300 tacha ular anaqaga borgan. Coffee shopda yig'ilisharmidi ular? Coffee shop yo'q edi u paytda. Coffee shop men lekin o'sha uchrashuvda birinchisida coffee shopga taklif qilganman. Kafe jum bo'lardi, o'zi bitta bo'lardi, Shota Rustavellida. U vaqtda juda anaqa edi, ana zernovoy kofe qiladigan joy bitta shaharda ikkita uchta bo'lardi. Juda kam edi, kafe jum edi, esingizda bo'lsa. Jum degan kafe anaqa coffee brand bo'lardi. O'shada uchrashgansizlar. Yopilib ketdi. Yo'q, men o'sha yoqqa borganmiz menimcha. Men universitetdan chiqqan, universitetda o'qirdi. O'sha Kamoliddin Behzod nomidagi rassomchilik. Shug'ullanadilar anaqa rassomlar. Shu endi men Xitoyda edim. Oyim ham Xitoyda edilar, men o'rtog'im bilan Xitoyda edi birga. Keyin oyimlar vaqtliroq qaytdilar-da. Keyin shu sovchilikka borishgan ekan, menga yo'q dedilar. Men yana undan oldin 100 tacha odam bilan uchrashganman. Bunaqa narsalarga aytish kerak emas menimcha. Yo'q, 100 ta odam. Yo'q. Men bunaqa narsalarni bunga yetmaganman-da. Yo'q, uchrashganman degani 100 ta odam bilan yurgindi degani emas. Men просто shu sovchilar anaqa konversiya varonka bo'ladigan bo'lsa 300 ta. Mana shunaqa tushuntirdim, tushunmadim. Oyijon ham shunaqa deydilar. Mani zapisnoy knижкамda 200 ta qiz bo'lgan deydilar. Mana masalan 300 ta anaqaga nima edi borgan bo'lsalar, nimaga menda anaqa edi, ko'p misol uchun borardim, chunki o'sha vaqtda navigatsiya, avtomobilni navigatsiya qotib navigatordan poyezd qilardi. Adres ayting derdi. Topolmaysizlar derdi-da. Biz aytavering derdi-da. Navigator o'sha vaqtda ishlatardi, ya'ni adresni poyezd bilan-da. U vaqtda Yandex Maps yo'q edi bizda, masalan. Google Maps anaqa qidirmasdi anaqanda. Biz navigator ishlatib, men test qilib berardim navigator. O'shanchun ekan. Siz proyekt qahari hamma yog'ini aylanib chiqqanmiz-da. 300 ta uchrashgan, borgan bo'lsalar, 300 tadan men hammasi bilan uchrashmaganman, masalan, bir taxminan 100 tasi bilan uchrashganman-da, qanaqadir. Unisi bunaqa, bu bunaqa. Endi ba'zan match bo'lmaydi-ku, ba'zan. Keyin shu 2010-yilda shu anaqasiga nima deydi, anaqa tuzog'iga ilingan. To'g'ri kelgan ekan. Shunaqa bo'lib, shunaqa uchrashganda shu birinchisi anaqa qilganimda eng qadrlaganim masalan necha endi 19 ga to'lgan qiz edi. Juda samimiyligi, masalan, ochuvligi, bunaqa juda kamda, ko'pchilik baribir masalan endi shu vaqtda anaqa 100 ta odam bilan uchrashsangiz, ekspert o'tkazasiz, undan tashqari 100 ta odam bilan uchrashdan oldin men qancha baribir bizneslar, kompaniyalar bo'lgan qancha odam ishini o'zimga olaman, intervyu qilardim. Mana o'tiribdi, qizlarni intervyu qilardim-da, xuddi anaqa ishchida intervyu qilib tashirdim. Ko'p savol berardim, bir xilda voy qana jurnalistmisiz derdi-da. Nima men qiz o'dayman, chunki men o'tirayapsam bilan ertaga uchrashmayman, hozir tez anaqa qilishim kerak. Men yarim soatda biznes podxod bo'lgan ekan. Uchrashuvdan xuddi shunaqa bo'lgansiz. Cheklisingiz bo'lgan. Ulardan masalan o'sha boshida 5 minutda bu qancha davom etadi o'sha. Men bir xilda 5 minutda o'sha tezroq tugatishga harakat qilasiz-da, intervyuni hamda. Men kandidatlar bilan bir xilda bunaqa bo'lmasa 5 minutda o'sha tushunasiz, bitta savol berasiz, uni javob berishda o'sha. Rahmat deb. Endi bir xilda guruh edi, juda rahmat deyish. Shuning uchun endi bitta choy zakaz qildingiz, boshqa narsa qildingiz, hammasi kafe, restoranda uchrashasiz. Endi anaqada. Chiroyli anaqa xafa qilish kerak emas, anaqa odam.